Assalomu alaykum. Bu videoda sizlar bilan Windows 10 operatsion tizimida mavjud bo'lgan рабочий stollar bilan ishlashni ko'ramiz. Ya'ni bilamizki, kompyuterda ko'pgina amallarni bajarish imkoniyatiga egamiz va o'sha amallarni bir-biriga taalluqli bo'lgan va bo'lmagan holatlari ham bo'ladi. Endi bunday holatda sizga рабочий stollarni alohida qilishligingiz mumkin. Masalan, hozir e'tibor bering, mana bu joyda oddiy foydalanuvchi uchun kerak bo'ladigan dasturlar bo'lsa, boshqa bir yana bitta рабочий stol yaratib turib, u joyga faqatgina foydalanuvchi emas, balki qanaqadir dasturchiga kerak bo'ladigan dasturlarni, ya'ni рабочий stolni yaratib qo'yishligimiz mumkin. Endi рабочий stollarni qanday qilib biridan ikkinchisiga almashtirishligimiz mumkin? Buning uchun mana bu joyda e'tibor bering, mana bunday рабочий stol 1, 2 degan oynalar bor. E'tibor bering, mana bu joyda provodnik ochilgan holatda turibdi. Endi yana qaytadan рабочий stol 1 ga qaytadigan bo'lsak, bunda hech qanaqa programma ishlamayapti. Mana bu videoni yozayotgan dasturdan tashqari. Endi bu narsani qulayligi nimadan iborat? Masalan, sizga mana bu joyda bir programma bilan ishlayapsiz. Bu programmani siz boshqa programmalar bilan aralashib ketishni xohlamaysiz. O'shanday holatda siz bemalol ishlashingiz mumkin. Ya'ni yodingizdan chiqib ketmaydi yoki bo'lmasam, maniki bir nechta dasturlarni bir vaqtda ishga tushirib, ishlatib turib, keyin shu joyga ishni to'xtatib, yana qandaydir bir boshqa, ya'ni hozirgi birinchi рабочий stolimizga oid bo'lmagan ishlarni bajarmoqchi bo'lsangiz, masalan, internetga kirib turib, qanaqadir videoni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bunday holatda mana birinchi рабочий stolga o'tamiz va bu joydan qanday qilib biznes boshlash mumkin degan qidiruvni amalga oshirib, kerakli informatsiyalarni yoki maqolalarni o'qishingiz mumkin. Endi bundan tashqari, bu joyda yana qilgan ishlaringiz, ya'ni ikkinchi рабочий stolga qaytadigan bo'lsangiz, ular ham joyida turgan bo'ladi, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Muhimi, sizlar o'sha ish stollaringizni tartibli tarzda amalga oshirishingiz mumkin ekan. Endi bu рабочий stollar yana nimalarni amalga oshirsa bo'ladi? E'tibor bering, bundan tashqari mana qanaqa programmalar, nimalar ochilgan, ya'ni qaysi sanada qanaqa amallarni bajargansiz, barcha informatsiyalarni ham ko'rsatib turishi mumkin ekan. Endi e'tibor bering, mana oldingi bo'lgan amallarni ham bemalol ko'rib turishimiz mumkin ekan. Bu shunaqa bir zo'r imkoniyatlardan bittasi. Microsoft 10 operatsion tizimida bizga imkoniyat berilgan. Xo'p, endi sizda hozir birinchi ochganingizda, mana bu tugmani bosgan paytingizda рабочий stol 1 turgan bo'ladi, 2 bo'lmaydi. Endi siz рабочий stolni yaratish uchun so'zdat рабочий stolni bosadigan bo'lsangiz, sizda ham yana qo'shimcha mana рабочий stol 3 hosil bo'ladi. Endi 3 ga bosganingizdan keyin ko'rib turganingizdek hech qanaqa dastur o'rnatilmagan. Endi bu dasturlar ichida masalan qo'shiq eshitishingiz mumkin. Ya'ni 3-chi рабочий stolimizda qo'shiq eshitishingiz mumkin ekan. Yoki bo'lmasam qanaqadir bir tekstoviy faylni ochib turib, o'shanda ishlashingiz mumkin ekan. Bu albatta sizda programmalar bilan ishlash muhitingiz hisoblanadi. Bu shu orqali tartibli va unumli ishlashingiz mumkin. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'ling.